10-daqiqada naqadar oson va o'ta qo'pol xatodan keyin yuzaga keldi bu gol. Bilbao Barsaning o'sha pressingiga, Barsaning bosimiga dosh bera olmadi. O'zi ikkisi ham birdaniga pressing uyushtirishni boshlayapti jamoalar. Shuning uchun ham maydon markazida biroz pala-patishlik yuzaga keldi. Lewandowski jamoasini olib qo'yib, yog'iga Robertning o'zi yakunladi. Mana qarang. Qarang, ancha avvaldan taqdim etishyapti paslar. Buniki barchasi joyida, xotirjamlik, chiqib ketmoqda himoyadan. Ammo Erik Garsiyaning mana shu birgina harakati Lewandowskining goliga sababchi bo'lyapti. Va bu albatta bu vaziyatda nafaqat Bilbao futbolchilarining xatosi, nafaqat Garsiyaning zo'r o'ynagani, balki Unai Simonning ham qo'pol xatosi bu. Zarba u qadar kuchli emasdi. Bo'lib ham yaqin burchakka yo'naltiryapti. Lekin bitta nozik nuqtasi bor-da. Bu vaziyatda Lewandowski tepgan to'p